Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga yangi tugallangan obyektimizni video obzor qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek bizda ikkita kvartiramiz bor. Bu kvartira aslida o'zi bitta edi, katta 100 kvadrat edi. Biz uni ikkiga bo'lganmiz. Mijozimiz arenda bilan shug'ullanadilar, ya'ni kvartiralarni arendaga beradilar. Bitta kvartirani o'zidan ko'proq foyda qilish uchun mana shunaqa ikkiga bo'lib loyiha qilib berganmiz. Hozir birinchi bo'lib 42-kvartiramizdan boshlaymiz, bitta obzor qilib beramiz. Bu kvartiramizga kirishimiz bilan bizda mana shunaqa prixoshka uchun shkaflar joylashgan. Bu yerda oynada o'zingizga qarab chiqib ketishdan oldin uyga kirayotganda ko'ra olsangiz bo'ladi. Va bunaqa kiyimlarni ilish uchun alohida shkafni ham joylashtirganmiz. Bundan tashqari kvartiramiz endi arendaga beriladi. Ploshti ham ozgina kichkinaroq, ikkiga bo'linganning hisobiga oshxona, kuxonniy mebelni ham shunday yonma-yon qilib joylashtirib ketganmiz. Kichkina bo'lsa ham, lekin hamma kerakli narsani sig'dirganmiz. Bu yoqda mana xolodilnikimiz bor, skriti qilingan, hozirgi zamonaviy xolodilniklardan. Bu yoqda mikrovolnovkamizni ham qo'yib ketganmiz. Bu teparoqga joylashtirilgan, sababi mebelimizni joyini ekonom qilish uchun. Rakvinamiz, gaz plita, duxovkamiz, bu yoqda alohida pechkani ham qo'yib ketganmiz. Bu shkaflarimizda bo'lsa, texnik zonamiz, ya'ni ventilyatsiyamiz bilan katyolimizni joylashtirib olganmiz. Bu shkaflarimizni ham shu bilinmaydigan qilib hammasini skriti qilib olganmiz. Kuxonniy mebelimizning to'g'risida o'tirib choy ichish uchun, oilaviy choy ichish uchun 4 kishilik mana shunaqa stol joylashtirganmiz. Bu kvartiramiz o'zi kichkina oilaga mo'ljallangan, ya'ni kichkina oilalarga arendaga beriladi. Mehki zonamiz ham bor. Bu yerda bemalol mehmon kutib, oilaviy hordiq chiqarib, televizor tomosha qilsa ham bo'ladi. Bu kvartiramiz kichkina bo'lsa ham alohida bitta detskiy xona qilib ketganmiz. E'tibor qotgan bo'lsanglar, bu bolalar xonasini eshigi katta razdvijnoy qilingan. Sababi bu yerda bemalol havo aylanishini hisobini olib ketganmiz. Bu yerda deraza yo'q, lekin mana shu eshiklarning hisobiga xonada yaxshi havo aylanadi. Ko'rayotganingizdek, bu yerda ham hamma kerakli narsani sig'dirganmiz. Dars qilish uchun stol, kravatimiz va kiyim ilish uchun bolalarga bemalol yetadigan kichkinagina shkafni ham qoldirib ketganmiz. Endi asosiy xonalarimizdan bittasiga o'tamiz. Kattalar yotoqxonasi. Bu xonamiz mehmonxona stilida qilingan. E'tibor qotgan bo'lsanglar, kravatni orqasida dekorlagan, alohida dit bilan yondashilgan. Undan tashqari buni ranglariga ham bitta e'tibor qilish kerak, sababi har bitta detallar ranglari bir-biriga moslashtirib, uyg'unlashtirib olingan. Kravat yoniga включателlarni ham qulay qilib ishlangan. Bemalol ham yotgan odam butun xonani svetini o'chirib qo'ysa bo'ladi. Undan tashqari ham bitta kitob o'qish uchun ham alohida shunaqa kichkina lampochkalar qo'yib ketilgan. Kravatimizning to'g'risiga mana shunaqa ajoyib TV zona qilganmiz. Bu yerda dekorativniy paneldan foydalanilgan, tosh imitatsiyasini beradi. Bu dekorativniy panel bilan kravat orqasidagi dekorimizni uyg'unlashtirib, bir-biriga moslashtirib olganmiz. Kiyim ilish uchun mo'ljallangan shkafimizni ham mana shunaqa zamonaviy trenddagi oynali razdvijnoy eshiklardan foydalanganmiz. Hozir bunaqa prozrachniy oynali eshiklar juda ham trendda bo'lyapti. Ayniqsa chet el mehmonxonalarida mana shunaqa shkaflardan foydalanishadi. Buni ichida ham o'ziga yarasha qulay mexanizmlardan foydalanganmiz. Ko'rayotganingizdek, bu yerda kiyimlarni ilish uchun alohida veshilka uchun mexanizmlarni ham qo'yib ketganmiz. Tortmalari ham bor. Nariyoq tarafda ham yana alohida xuddi shunaqa mexanizmdan foydalanganmiz. Bu yotoqxonamizda ayollarni ham o'ylagan holda ular uchun alohida bo'yanish uchun joy qilib ketganmiz. Bu ham juda ham qulay qilib ishlangan. O'zini ham kosmetika saqlash uchun tortmalari bor. Bundan tashqari mana oynasini ham patsetkali qilib ayollar bo'yayotganda o'ziga yarasha qulaylik beradi. Mana shu joylarni ham o'ylab ketganmiz. Bu yerda rozetkasi ham bor. Bilasizlar, ayollar chochini fen qilishadi, har xil narsalar ishlatishadi. Shu uchun juda ham qulay narsa. Bu kvartiramizni, ya'ni bu qismdagi kvartiramizni ajoyib fishkalardan bittasi, butun Toshkentni, yangi qurilish bo'layotgan Toshkentni mana shu yotib tomosha qilsanglar bo'ladi. Balkondagi vid juda ham ajoyib, ayniqsa yozda, bahorda juda ham chiroyli manzara bo'ladi. Sababi bu yerda adiblar xiyoboni joylashgan, daraxtlari juda ham ko'p. Maza qilib tomosha qilib yotsanglar bo'ladi. Xo'p, endi sanuzolimizga o'tamiz. Sanuzelimiz soddagina bo'lgan, kichkinagina, lekin bu yerda ham hamma narsa joy-joyiga joylashtirib ketilgan. Xo'p, unitazimiz, bunaqa ajoyib dush kabinamiz bor. Bu yerda ham bemalol maza qilib cho'milsa bo'ladi.
mana bunaqa rakyunamiz bor. Rakyunaga ham e'tibor qilasizlar. Stolesnitsasi искусственный toshdan ishlangan. Unitazimizning tepasida ham mana bunaqa narsalar qo'yib ketish uchun shkafni ham hisobini olib ketganmiz. Bilasizlar, har xil qog'ozlar, yuvish vositalari shunaqalarni joylashish uchun juda ham qulay. Bu yoqda ham ozgina joyimiz qolib ketgan edi. Bu yerdan ham unumli foydalanib, mana shunaqa polkalar qilib olganmiz. Endi ozgina kir bo'lishi mumkin, chunki hali remontimizni tozalash ishlari bo'lmagan. O'shanga e'tibor qilmaysizlar bu joyga. Aytmoqchi, shu joyda bitta zo'r maslahat bor. Masalan, sizlarda ham shunaqa oynalar bo'ladigan bo'lsa, bu oynani orqasidan unumli foydalansa bo'ladi. Mana shunaqa elektriskiy shitoklarni oynani orqasiga mebelni apshivka qilib turib bekitib olsa bo'ladi. Bu juda ham chiroyli chiqadi, ham estetikani buzmaydi uyikini. Funksionalnosti ham juda ham zo'r bo'ladi. Masalan, ko'rib turganingizdek oyna, ichini ochsanglar, shunaqa shitokka bekitib yuboriladi. Endi keyingi kvartiramizga o'tamiz. Keyingi kvartiramiz bundan ham qiziq. Bu yerda ham juda ham ajoyib fishkalari bor. Bu ikkinchi kvartiramiz. Xuddi shu kvartiraga o'xshab ketadi dizayni, lekin bu ozgina kattaroq, 55 kvadrat. Hop, bu yerda ham xuddi shunaqa stildan foydalanganmiz. Kirishimiz bilan prixoshkamiz joylashgan, oynamiz, kiyimlar ilish uchun shkafimiz. Bu yoqda sanuzulimiz joylashgan. Birinchi sanuzuldan boshlab qolamiz bunda. Hop, ichkariga kiramiz. Bu yerda ham sanuzulimizda yorqin rangli kafillardan foydalanganmiz. Sababi ikkala sanuzulimiz ham kichkina. Shuning uchun yana ham kengroq ko'rsatish uchun mana shunaqa oq rangli kafillardan foydalanganmiz. Bu yerda ham hamma kerakli narsalar bor. Dush kabinamiz. Bu yoqda unitazimiz. Unitaz tepasida ham alohida shu aytganimdek yuvish vositalari uchun, har xil narsalar uchun shkaf qilib ketganmiz. Bu yoqda ham anaqa rakyunamiz bor. Bu ham искусственный kamendan ishlangan. Tagida alohida tortmasi ham bor. Sanuzulimizda bitta kichkina estetika uchun mana shunaqa chiroqlarni ham joylashtirib ketganmiz. Aslida bu yerda sal boshqacharoq stilda bo'lish kerak edi, lekin mijozimizga yoqqani uchun mana shunaqa lampochkani ham qo'yib yuborganmiz. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Bu kvartiramizda ham o'zini alohida bolalarning xonasi bor. Bu yerda ham ko'rayotganingizdek, xuddi narigi kvartiradagi mana shunaqa katta razdvижной eshikdan foydalanganmiz. Bu yoqda ham yosh bola uchun kerak bo'ladigan hamma mebellar bor. O'zini kiyim javoni, ya'ni shkafi bor. Bu yoqda dars qilish uchun stoli, kitoblar uchun polka, yana krevatimiz ham joylashgan. Bundan tashqari bolalar kechki payt kitob o'qish uchun bunaqa kichkina svetilnikka ham qo'yib ketganmiz. Bu ham juda ham kerakli narsa. Ayniqsa kitob o'qish yaxshi ko'radigan bolalar uchun juda ham foydali. Sizlar ham o'zingizlarning uylarda shunaqa narsalardan foydalansanglar bo'ladi. Endi keyingi xonamizga o'tamiz. Kattalarning yotoqxonasi. Bu yotoqxonamiz ham ozgina kattaroq narigisidan ko'ra. Ranglari ham ochroq qilib ishlangan. Ko'rayotganingizdek, bu ham mehmonxona stilida. Bu yerda ham o'sha trenddagi oynali shkaflardan foydalanganmiz. Undan tashqari bu yerda ham ayollar bo'yanish uchun alohida joy qilib ketganmiz. Buni bitta qizuv tomoni bor. TV zonamiz bilan shuni birlashtirib, xuddi bitta devordek qilib ketilgan. Shkaflarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, ustimiz qilib, chiqarib, dizaynerskiy yechim qilib, chiroyli qilib ishlab ketilgan. Bu yerda ham o'zining alohida podsetkasi bor. Masalan, kechki payt televizor ko'rayotganda yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi, bo'yanayotganda ishlatsanglar ham ozgina yuzga effekt berib turadi, bo'yanishi qulay bo'ladi. Bu kvartiramizda katta panoramli oynasi bor, tashqariga qaragan, bemalol tashqarni tomosha qilsa bo'ladi, lekin balkonimiz yo'q. Bu xonamizda ham o'ziga yarasha ajoyib mana shunaqa podsetka qo'yib ketganmiz. Kechki payt tun chiroqlarining o'rniga mana shu podsetkadan foydalansa bo'ladi. Kitob o'qiyotgan paytda ham juda ham qulay narsa. Kechki payt o'chirib qo'yib, yoqib qo'yib, o'zingizga qulay qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu xonadagi dekorativ panellarni ham ranglarini bir-biri bilan uyg'unlashtirganmiz. TV zonadagi, kravat orqasidagi e'tibor qotgan bo'lsanglar, hatto mana yostiqlarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, rangini bir-biriga moslashtirib turib olingan. Har bitta narsa, har bitta detalga e'tibor qilganmiz. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz, ya'ni tashqaridagi oshxonamiz va TV zonamizga. Bu yerda ham ajoyib fishkalar bor. Katta kvartirani ikkiga bo'lganimiz uchun bu yerda alohida qilib har bitta texnik qismlarni qilib ketganmiz. Ya'ni elektrika, santexnika har bitta kvartirada o'ziga alohida berilgan. Misol uchun keyinchalik bu kvartiralar alohida sotiladigan bo'lsa ham hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi oshxonamizga qaytamiz. Bu yerda ham xuddi o'sha skriti xolodilnikdan foydalanganmiz. Ko'rayotganingizdek juda ham ajoyib joylashgan. Pastida morozilkasi ham bor. Ko'pincha biz dizaynda shuni xolodilnik ishlatganimizda mijozlarimizga xolodilnik qo'ymabsizlar deyshadi. Endi ko'ryapsizlar, hurmatli mijozlar, xolodilnik skritisi mana shunaqa bo'ladi. Juda ham ajoyib. Xuddi shkaf bilan bir xil bo'lib, bir tekis bo'lib turgandek bo'ladi, lekin ichida shuni xolodilnik joylashtirib yuboriladi. Xo'p, bu yoqda kir mashinamizni ham joylashtirib ketganmiz. Ko'rayotganingizdek, uni ham shkaf ichiga qilingan. Bilsanglar, ko'pchilik buni bu yoqqa chiqarib qo'yadi, shkaf bilan yopmaydi.
Biz shuni shkafni ichiga qilganmiz. Tashqaridan qaraganda yana ham chiroyliroq ko'rinish uchun. Narigi kvartiramizda ham xuddi shunaqa qilib ketilgan, u ham skritga qilib yopib yuborilgan. Har bitta kvartiramizda hamma kerakli texnikalarni joylashtirganmiz. Bu yerda ham mikrovolnovkamiz, plitamiz, gaz plita, bu yoqda duxovkamiz. Vichkani ham alohida qo'yib ketganmiz. Vichkamiz ham juda ham kuchli vichkalardan, bemalol mana bu yerdagi tutunlarni hammasini tortib ketadi. Bunga ham alohida o'ziga dimoxod qilib ketganmiz. Dimoxodni ham alohida qilib tortganmiz, ya'ni narigi kvartira bilan alohida ishlaydi hammasi. Bu kvartirada ham mana shunaqa alohida ovqatlanish uchun stol qo'yib ketganmiz. 4 kishilik bemalol yosh oila maza qilib ovqatlansa bo'ladi. Bu yoqda ham mana shunaqa mягкий zonamiz bor. Ranglariga e'tibor qilasizlar, juda ham ajoyib rang tanlangan. TV zonamiz bor. Ayniqsa bu joyda maza qilib kechki payt oilaviy ajoyib kinolar tomosha qilsa bo'ladi. Ayniqsa mana shu devorimizni kechki atmosferani juda ham ajoyib qilib beradi. Mana bu podsvetkalari ham o'ziga xos bo'ladi. Bu devor orasiga mana shu chiroyli bitta kartinka ilinish kerak. Hali kelmagan ekan. Xudo xolasa bizning Instagram profilimizga ham obuna bo'lib bizani kuzatib borsanglar, mana shu yerda kartinkamiz qanaqa bo'lganini qo'yib boramiz. Bu uy to'g'risida fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Bu uylarimiz, ikkala kvartiramiz ham sredniy segmentga mo'ljallangan, lekin ko'rayotganinglardek fida premium segmentdan qolishmaydi, lekin o'zingizlarning fikringizni albatta yozinglar. Narigi kvartira yoqdimi sizlarga yoki bu tarafdagi balkonli, ya'ni balkonli kvartira yoqdimi, balkonsiz yoqdimi? Fikringizni yozib qoldiringlar. Bu bizga juda ham qiziq. Dizayn va men kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r video obzorlar va proyektlarni qo'yib boramiz. Bizlarni kuzatib boringlar.